Xo'p, o'rtoqlar, Nexa'ni temasi nima bo'ldi deganingizga, xudo xolasa tez kunda buni kraska jarayonlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Chunki bu yog'iga Nexa'ni temasi o'sha tezlashib ketadigan bo'ldi. Mana shu Kamoliddin akam xudo xolasa mashinani cho'tki qilib beradigan bo'ldilar. Inshaalloh. Akamga ishonamiz, chunki o'zimizning qo'limiz tegmayapti. Akamni profillarni atmetga qilib qo'yaman. Nexa'ni nima ish jarayonlari bo'layotganligini shu profilga o'tib bemalol xudo xolasa ko'rib borasizlar o'rtoqlar. Bu yog'iga Nexa'ni xudo xolasa sizlarga cho'tki qilib obzorlarni qilib beramiz, ish jarayonlarini qilib beramiz o'rtoqlar. Oybek pulni qisib qola oladimi? Qisib qolsa qoladimi? Qisib qolsa joyida qoladi. Bo'ldi, qani. O'tirdi. Nima deysan endi? Qoldi joyida. Qoldimi? O'rtoqlar video olishga vaqtimiz bo'lmayapti. Ishlarimiz ko'payib ketgani sababi Nexa proyektimiz davom etyapti. Xudo xolasa Guruntokka tayyor bo'ldi. Ishlarini tayyorlab olsa, inshaalloh 1-2 kunda Guruntokasini tepamiz. Lekin men qoldi desh yerda bor-ku, qachon olamiz endi buni? La vida es un O'rtoqlar, Nexa'dan xabar olgani keldik, pnevmasini ishlatib berdik. Bitta tushishini ko'rasizlar. Polkasiga o'tirishni ko'rasizlarmi? Lekin xudo xolasa ishlarimiz juda ham tez bo'lyapti. Polkasiga o'tirishini qaranglar. O'sha mashina pashti tayyor. Xudo xolasa bir jitkilarni sepib qolamiz. Bir 3 kun, 4 kundan keyin o'sha Guruntokka holatga keladi. Mana undan keyin bir keyingi haftalarga inshaalloh kraskalarni sepishni boshlaymiz o'rtoqlar. Pnevmalarni ishlatib tayyor qilib berdik. Diskalarni yopib borganmiz, ko'rayotgan bo'lsanglar. Xohlasa Nexa'ni proyektini shu profilda ko'rib turasizlar o'rtoqlar. Eng qizig'i bor, motorni nima qilamiz? Shuni ham yetib o'tib ketaylik. Agar alishtirish kerak bo'lsa, alishtirib olamiz o'rtoqlar.